Mezeli. Turk taomlari shekilli. Kechirasiz. Labi? Siz shu yerda ishlaysizmi? Yo'q, aylanib yuribman. Ishlayman. Bular aksiyadami? Aksiyada bittasiz qo'shib beriladi. Bittasi, ikkinchisi demak tekinga. O'zi yozib qo'yibdi, yana so'raydi. Shunaqa. Yaxshi. Menga bitta chechevichniy sup, bundan bitta и ekmekdan. Bo'ldi, xo'p. Bitta 6 ta bo'ladi. Ha. Mana. Hammasini olib keldingiz-a? Yo'q, yeb kelyapman. Hammasi mana shular. Rahmat. Qaranglar, oilaviy yoki o'rtog'inglar bilan eng asosiysi studentlar keladigan joy ekan. 1+1 aksiyasi Mezelida bo'lib o'tyapti. Mumkin platformasidan topasizlar. Men hozir o'zimga ekmek arasi koftani, tombik danar va chechevichniy supni bittasini zakaz qilgandim. Bittadan ikkita jufti bilan olib keldi. Hammani jufti bilan yaratgan Alloh. Shuning uchun Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Mezeliga kelasizlar, studentlar mazza qilib to'yib ketasizlar. Undan tashqari qaranglar, mezeli koftasi va lavash danaram 1+1 aksiyasida sizlar uchun qo'yilgan. Tezroq kelinglar. Kстати, dostavka xizmatlari ham bor. Murojaat qilinglar. Mumkin platformasida hammasi mumkin.